Farg'onada bitagina azlarim, biz yangilik qilishdan hech qachon charchamaymiz. Mana shu kunlarda bizga juda ham ko'p savollar kelyapti. Bolamni immuniteti past yoki kamqonman yoki ichkalaridan shunaqa muammolar bo'lyapti deydi. Operatsiyadan keyingi holatda ham kuch-quvvatim yo'q deydi. Ko'pchilik kasal bo'lgandan keyin ham quvvat yo'q, shunaqa immunitetim pasayib ketgan deb juda ko'p savollar keldi. Biz mana bu mahsulot haqida gapirgan edik. Kedroviy yong'oqcha. Bu kichkina bo'lgani bilan kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz sizni degan yong'oq. Buni kuniga 10-15 donadan iste'mol qilib yurgan inson borki, hech qachon kasal bo'lmaydi inshaalloh. Allohning izni bilan bu shunaqangi shifobaxsh mahsulotki, buni kim iste'mol qilibdiki, immuniteti zo'r bo'lib yuradi. Biton bo'ladi degani shu gap bo'lsa kerak. Bu mahsulotimizni ashu yosh bolalarga, yosh kattalarga ham bersa bo'ladi, lekin ko'p miqdorda iste'mol qilib bo'lmaydi. Sababi davleniyani oshirib yuborishi mumkin yosh kattalarni. Ana shu oshqozon ichaklarida faoliyatlarda ham muammolar bo'lsa, mana shularni ham kerak bo'lsa bartaraf etadi bu. Jigar faoliyatlariga ham yaxshi. Bu tabiiy garmon desangiz ham bo'ladi buni. Buni kim iste'mol qildiki, faqat shifo topadi. Azizlarim, biz sizlarni kutib qolamiz. Bizning manzil Farg'ona shahri Kirgili mavzesi Madaniyat uyining ro'parasida Ideal Marketda turibdi. Kelinglar, olinglar, xarid qilinglar, sog'lom va salomat bo'lib yuringlar. Biz sizlarni kutib qolamiz. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, layklarni bosib tashlang. Sizlar uchun xizmat qilishdan hech qachon charchamaymiz.